Bugün 26 may 2026 yil Aloyga keldik. Qirg'iziston viloyati Aloy shahriga keldik. Mana общий ko'rinish. O'sha Aloy rayoniga kirishdagi albatta tog'larda qor, lekin sovuq. Mana zigzag yo'l. Ko'p televizorlarda ko'ramiz. Chiqinglar. Xitoyga ketasizlarmi? Chiqinglar. Magazindan Mayovkaga yo'lga narsa qildik. Sugushonka, sir, baliq, kolbasa, ayron, yogurt, pechenye. Ular shunaqa badrin pomidori, oyda kola, fanta, pirannik narsalar. Termizda qaynagan choyimiz bor. Hozir ovqat qo'yib qo'ydi, hozir pishyapti ana gaz. Bugun 5-6 may 26 yil mana yo'lda Mayovkaga to'xtadik. Xitoyga ketayotganmiz, Aloy yo'lida. Choylarimiz bor, hozir ovqat tashab qo'ydik gazimizga. Ovqat sho'rva bo'lyapti. O soylarni ko'rsating, soylarni, o tog'larni. Kanallarni ko'rsating. Qizil tog' ekan bu yerda. O'shaga dam berdik. Kechqurun yo'lga chiqdik. Termizda choylarimiz bor. Mazza qilib yo'limizni davom etyapmiz. Nimaga alangali salom Aloydan. Xitoyga ketgan yo'l, Xitoyga ozgina qoldi. Yerga mashinaga dam berdik soyda bo'yida. Endi biz zavturgan qilmodik, obed zavtrik bir yo'la qilib ana qor. Qorlarga ham yetib qoldik. Yaponiya qor tepa. Saritosh degan joyda mana o'ta mo'tadil joyda mana dachani oldik. Hozir pulini aytishmadi, yotaveringlar dedi. Men so'm beraman desam. Mana o'ta mo'tadil. Derazani olsa panoramasida shunaqa joy ko'rinadi. Ana do'ppida qor turibdi derazadan olsa. Hozir yana alohida obzor qilib beraman. Полный обзор. Гостевой uy oldik. Oshxona. Spalnya. Yana spalnya. Короче, ya shikardos. Mashinaning usti muzlab qolgan. Sovuqdan aynaylar. Sayohatimizning 2-kuni 7-may 26-yil. Hozir Nurra tomonga ketyapmiz. Xitoyga 30-40 km joy qoldi. Sovuq hozir noldan past bu yerda. Havo mayoqlarni ko'rsating. Bulutlarni ko'rsating. Mana o bulutlar bitta qolib ketdi. Перевал Taldık 2650 metr balandli. Ana shu zigzag yo'l. 30 ta chana-chog'i bor zigzag. O'sha tomonga qarab ketamiz endi biz. Qorlar bilan xayrlashamiz.